Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Ko'rayotganinglardek oldingi darslarimizda Alman uchun qulaylik hujjat boshqaruvchi yanfon orqali Facebook'dagi, Twitter'dagi, YouTube'dagi videolarni, sinlarni qanday tushirishni ko'rib chiqqan. Hamda biz bugungi darsimizda o'xshash shaklda Instagram'dagi videolarni tushirishni ko'rib chiqamiz. Oldi bilan tushirishdan ilgari bu tushirish usulimiz bexatar, ya'ni o'zimizning shaxsiy uchurlarni kirgizmasdan bevosita, ya'ni o'xshash shaklda videoniki ulanması orqali tushiramiz. Onda olsa diqqat qilsanglar, shu videoning ostida mazkur ulanma va Android ishlatganlar bevosita shu ulanmani ichib xohlagan tor ko'ruvchilar orqali yoki sistem tor ko'ruvchisi bo'lsin bo'laverdi. Androidda o şekilde tushira olasizlar. Ama alma biraz Android qaraganda biraz qolaysız bo'lganligi uchun buni qulaylik hujjat boshqarish deganga o'xshash applar orqali buni qilamiz. Ammo iOS 13 bilan biraz qulayliqlashdi, bo'lmasa ilgari biraz murakkabdi. Unda esa biz yana o'xshash shaklda Documents kiraylik. Kirgandan keyin qarasanglar, yana tor ko'rishni ochamiz. Ochgandan keyin bu yerda Insta Save degan bir turibga chiqadi. Biz bu yerga o'xshash shaklda videoning ulanmasini chaplaymiz. Masalan, unda esa biz Instagram chiqib videoning ulanmasini tushiraylik. Qarasak, mesela maniki ulanmasını tushirdik deylik. Ma ustidagi 3 chekni bosgandan keyin bu yerda mana bir narsa bor. Bağlantıyı kopyala deb, ya'ni ulanmasını ko'paytiramiz. Ko'paytgandan keyin qarasanglar bu yerga chaplaymiz. Shunda ma konumkini besitamiz. Qarasanglar biz tushunmoqchi bo'lgan videoni bu yerda ko'rsatdi. Bevosita shu videoning ustiga basamiz. Basgandan keyin mana maya orqali nega tushirganligimizni belgilaymiz va yoki ma ustidagi hujjat qurishni besib, hujjat qurib o'zimiz xohlagan yerga tushirsak bo'ldi. Men bevosita shu tushiray. Shundan keyin videoning ismini bu shaklda o'zi MP4 holatda tushirdi ekan, bevosita downni besib baxlashtiraylik. Qarasanglar tushyapti-da. Endi biz hujjatlar qaytib ko'rib boqaylik. Ko'rayotganinglardek normal bir shaklda tushdi degan gap. Endi biz buni tanlash va mendagi Mo'ni besish orqali buni albomga o'tkazaylik, ya'ni foto deganni tanlab ustidagi buni bosamiz. Bosgandan keyin oxirlashtiramiz. Endi biz albom chiqib ko'rib boqaylik. Qarasak, mana normal bir shaklda videoni tushira oldik degan gap. Undan sonra dersimiz müşahede olsun. Texim köp qarindoshlardan foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qanalımizga ergishishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.